Ana shu vaziyatda Federico Valverde atayin qizil kartochka oldi desam, ishonasizmi? Kelima sizga to'liq hikoyani yana bir bor eslatishimdan oldin kanalimizga like bosib obuna bo'lib qo'yasiz, chunki bu yerda Real haqida barcha yangiliklar chiqadi. Kecha jamoamiz derbida super o'yin ko'rsatib, ajoyib tarzda g'alaba qozondi va bunga albatta hamma o'yinchilarga rahmat deyishimiz kerak. Ayniqsa esa Vinicius hamda Valverdega, chunki ular asosan gollar urishdi. Lekin o'yin tugashiga oz qolganida Federico qo'pol tarzda mana shu Atletico o'yinchisiga qarshi o'ynadi. Shunday ham Real muxlislari esa shu vaziyatni ko'rgandan keyin sekingina kulib qo'yishdi. Bilasizmi nimaga? Chunki bir necha yil oldin aynan shu o'yinchi Villarrealda o'ynayotgan paytida u urugvaylik o'yinchiga qarshi maydonda uni oilasini haqorat qilgan. Shu paytda esa Valverde unga hech narsa demasdan, o'yindan keyin parkovkada uni kutib olib, yaxshigina savalagan. Ham bilmagan bo'lsangiz, buni hatto videosini Telegram kanalimizga qo'yganmiz. Yana bir marta qo'yib o'tamiz. Agar xohlasangiz bemalol kirib ko'rsangiz bo'ladi. Va endi buni bilganingizdan keyin Valverde to'g'ri ish qildi deb o'ylaydigan bo'lsangiz, albatta like bosib keting.